Diqqat! Tezkor xabar. 1-2-3-iyun kunlari qanday ob-havo kuzatilishi mumkin? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. O'z hududingizda qanday ob-havo bo'lishini bilishni istasangiz va ulardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostida erinmasdan bor-yo'g'i bir donagina like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. 1-2-3-iyun kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezligida esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezligida esadi. Harorat 1-2 kunlari kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib, shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezligida esadi. Harorat 15-20 daraja kechasi, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Birinchi o'yinda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 2-3 kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' va tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 1-2 kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 3-iyun kunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezligida esadi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Manba: O'zgidromet rasmiy sahifasi.